Xo'p, endi hozirgi darsimizda ota-ona profili bilan tanishib chiqamiz. Birinchi bo'lib, chap burchagidagi, ya'ni chap yuqori burchagida mana salom islom deb yozilgan. Bu yoqda, ya'ni ustiga bosganimizda o'zimizning ma'lumotlar, ya'ni ta'riflar, do'stlar, qo'llab-quvvatlash, til almashtirish, mana masalan rus tilida yoki ingliz tilida, yoki mavzu tanlash, mana xavfsizlik bo'yicha, ya'ni kirish uchun ham parol qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Misol mana 4 ta 1 qo'yib qo'ysam, keyingi safar kirish uchun ham 4 ta 1 qo'ysam bo'ldi mana. Demak, ilovani parolni o'zgartirish bor yoki umuman akkauntni o'chirish tugmalari bor. Endi bu yoqdan chiqamanda, bu yoqda farzandlarim bor. Bu yoqda siz farzandlar qo'shishingiz mumkin. Farzand qo'shish uchun farzandingizni ham o'zining ilovasi bo'lishi kerak. U ro'yxatdan o'tgan nomerni bu yoqqa kiritsangiz bo'ldi, sizga yo'llanib qoladi. Bundan tashqari, farzandimda ham, o'zimda ham bitta telefonda ekan bo'lsangiz, pastda profildan chiqish tugmasi bor, shundan chiqasizda, keyin farzandingiz ro'yxatdan o'tib oladi. Shu orqali bir farzandingiz, bir siz ilovaga kirib foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, hali vazifalar berilmagan. Vazifalar mana shu yerda chiqadi. Pastda demak tugmalarni ko'rayotgan bo'lsak, mana vazifalar, eslatmalar bor, undan keyin sovg'alar. O'zimni sovg'alarimni tanlaganingizda siz farzandlaringiz uchun sovg'alar yuklab qo'yishingiz mumkin bo'ladi va yuklagan sovg'alaringizni farzandlaringiz sizdan coin to'plab olishi mumkin. Shunaqa. O'zi Idecoin nima deyotgan bo'lsak, Idecoin masalan mana yoshligimizda 5 olsak yoki biron bir vazifani bajarsak, uydagilardan rag'bat olardik. Mana shu rag'batni biz raqamlashtirib qo'yganmiz. Ya'ni sovg'alarga misol sovg'a qo'yiladi. Biron bir kitob yoki soat yoki boshqa sovg'alar va o'sha sovg'alarga coin beriladi. Aytaylik, kitob 100 coin, soat aytaylik 50 coin, 60 coin misol uchun. Endi ota-ona farzandi vazifalarni bajarganiga coin beradi. Aytaylik, 5 coin berdi, 10 coin berdi. Farzandi o'sha coinlarni yig'ib ota-onaning o'zidan sovg'a oladi. Xo'p, yuqorida premium degan tugma bor. Bu premium nima degani? Bizda bitta bola qo'shib kamroq vazifa berishni bepul qilganmiz. Bundan tashqari ilovani qo'llab-quvvatlash hamda ilovadan ko'proq foydalanish uchun o'sha oylik obuna sotib olishingiz kerak bo'ladi. Bularni ham keyingi darslarda ko'rsatib o'taman.